Hurmatli xaridorlarimiz, sizlar uchun shunaqangi yengilliklar kelishda davom etadi. Buni obzor qilishni boshlaymiz. Shunaqa yenglari rezinka qilib, fonarik qilib ishlangan va shunaqa qo'shimcha ruchnoy работа bilan fonarikni ustidan valan qilib ishlangan qiziljoylar. Oldilari esa shunaqangi ruchnoy работа bilan yechiladi, tugma qilingan. Yonlarida esa shunaqa рабочий karmanlar bor. Bu qismlariga ham ahamiyat bersak, juda ham chiroyli chiqqan qiziljoylar. Ranglarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ulgurib olinglar. Sonlari chegaralangan. Shunaqangi bu yilgi trendiga bordo'li ranglaridan keldi. O'zgacha orqalari ham paketkalar bilan ishlangan. Va buni shunaqangi cho'ko rangi ham keldi. Cho'ko rangi ham juda ham chiroyli qiziljoylar va buni yoqasida ham shunaqangi qo'l mehnatlari bilan ishlov berilgan. Va mana bu hammamizga birdek yoqadigan qora ranglari. Sizlar uchun razmerlariga kelsak 1, 2, 3, 4 eng kichkinasini kiydim qiziljoylar. Bu mala merka, большой merka emas.